Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 3 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan bir qavatlik 5 ta xonadan iborat bo'lgan ixchamgina ekonom variantdagi uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo videomizni boshlashdan oldin sizlardan bittadan layk, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda ham sizlarning fikrlaringizni inobatga olib videolar chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, avvalo uyimizning umumiy gabarit, uchastka razmerlari va uyning razmerlarini keltirib o'taman va undan keyin qisqacha ko'cha tomondan, hovli tomondan qaysi xona qayerda joylashgan tushuntirib o'taman va videomizning oxirida tomlarini olib uyimizni yuqoridan 3D shaklida planlarini ko'ramiz, ya'ni ham sizlarga qaysi xona joylashganliklarini aniqroq tushunishlik uchun. Xo'sh, uchastka razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 10 metr va uzunasiga 30 metr bo'lyapti. Shu holatiga ro'parasi 3 sotix va uyimizning o'zining gabaritlariga keladigan bo'lsak, eniga 7,5 metr va uzunasiga mana bu asosiy uyimiz 12 metr bo'lyapti va undan tashqari mana bu 8,5 metr joyga tushgan ayvonimiz bilan oshxonamiz ham bo'lyapti qo'shimcha. Xo'sh, bir boshdan endi ko'cha tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Bitta mashina bemalol sig'adi mana yonidan ham o'tib qaytishga joy bor. Buni usti ochiq qilingan, lekin ehtiyojga qarab ustini yopib qo'ysa ham bo'ladi, yopiq darvozaxona qilsa ham bo'ladi. Xo'sh, bu tomonimizda mana oshxonamiz joylashgan, ko'cha tomonga qaragan oynasi va hovli tomondan kiradigan eshigimiz bo'lyapti. Ya'ni mana bu yerdan to'g'ri kiramiz va shu oshxonani o'zidan mana bu yozgi ayvonimizga ham o'tamiz. Ya'ni yozgi kuni o'tiradigan, ko'rpacha to'shab o'tiradigan joyimiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda mana eshigi bor. Bu yerdan ham bemalol bu tomonga, asosiy uyimiz tomonga o'tsa bo'ladi. Xo'sh, bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana asosiy uyimiz hovlining o'rta qismida joylashgan va buning yonidan orqa hovliga o'tish uchun mana yo'lak ham qoldirganmiz. Bu tomondan gazon va mana bu yerdan to'g'ri yo'lakdan tushib ketamiz. Va mana bu asosiy hol bo'lyapti. Ya'ni oilaviy o'tiradigan, televizor ko'rib dam oladigan xonamiz va undan tashqari razmerlari kattagina bo'lganligi uchun mehmonxona sifatida ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Hozir tomlarni olganda tushuntiraman, ya'ni ham ko'rsatib o'taman, ya'ni ham tushunarli bo'ladi. Ya'ni mana bu bitta kattagina hol mehmonxona bo'lyapti uyimizning asosiy uyga kirish qismimiz. Va buning davomida mana bu yerda derazamiz bor, bitta bolalar xonasi bor. Umumiy hisobda 3 ta yotoqxonamiz bor. Shundan ikkitasi bolalar xonasi va bittasi ota-onalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Yuqoridan mana ko'rinishlari, tomlari yopilishi mana shunday holatdagi ekonom variantdagi uyimiz bo'lyapti. Va orqa tomonlarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni mana yo'lakdan to'g'ri kelamiz. Bu yerda mana uyimizning orqa tomoni, bu yerda ikkita yotoqxonamiz joylashgan. Bittasi bolalar xonasi, bittasi ota-onalar yotoqxonasi. Va shu ikkita xonamizdagi podval bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan to'g'ri kelamiz, mana bu yerdan podvalga tushib ketamiz. Hozir bularni yana bir bor ko'rib chiqamiz. Va bu tomonda mana orqa hovlimiz zilyon zona qilingan, atroflari yo'lak qilib va uy egasining mana xohish istaklaridan kelib chiqib, bu yerga bitta mana bu yerga tovuq katak, ya'ni tovuqlar uchun tovuqxonamiz va bu tomonimizda qo'yxona ham joylashtirib ketganmiz. Va undan tashqari mana bu yerda o'tinxonamiz, bu tomonda o'tinxona mana kattagina va bitta hojatxonani ham qoldirib ketganmiz. Unga qaraganda mana yuqoridan qaraganda mana shunday ko'rinib turadi. Endi bularni yana ham tushunarli bo'lishligi uchun xuddi hovlida yurganday qilib bir boshdan tushuntirib o'taman. Mana umumiy ko'cha tomondan ko'rinishi uyimizning. Xo'sh, darvozaxonadan to'g'ri kiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana mashina turadigan joyimiz bor, ya'ni mana bu yerga bemalol bitta mashina sig'adi va yonidan o'tib qaytishga ham joyimiz bo'ladi. Va bu tomonda mana kirganimizda oshxonamiz, 3 ta zina bilan to'g'ri oshxonaga kiramiz va bu yoqda asosiy uyimiz o'zi joylashgan bo'ladi. Oshxonaga kiradigan bo'lsak, mana kattagina ovqat pishiradigan, choy ichadigan xonamiz bo'lyapti. Mana ko'cha tomonga qaragan derazasi bo'lyapti va bu yog'i hovliga qaragan derazasi, eshiklari. Va mana bu eshikdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda mana 4 metrlik yozgi ayvonimiz bo'lyapti. Mana bu yerda mana yoz kunlari ko'rpacha to'shab o'tirsa bo'ladigan joyimiz bo'lyapti. Va shu yerning o'zidan mana bu yerdan asosiy uyimizga ham to'g'ri kirib ketamiz. Asosiy uyga kirishdan oldin orqa tomonlarni bir qator tushuntirib o'taman. Yana mana to'g'ri yo'lak orqali ketadigan bo'lsak, mana bu yerdan hovlimiz chuqur bo'lganligi uchun orqa tomon chuqur qilingan, asosiy uylarimiz ko'tarib balandroq qilingan bo'ladi. Va mana orqa hovliga tushdik. Mana tushganimizda bu tomonda mana podvalimiz bo'ladi. Mana uyimizning orqa tomoni podvalga tushib ko'radigan bo'lsak, mana ikkita xonamizning tagi mana shunday kattagina bitta podval qilingan. Mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan qaytib chiqadigan bo'lsak, endi mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana to'g'rida bitta hojatxona, tualet qoldirganmiz. Va bu tomonda mana orqa hovlichamiz zilyon zona va bu yerda mana o'tinxonamiz.
o'tinxona, yemishxona, mollar uchun, qo'ylar uchun o'tinxona va yemishxona bo'lyapti. Mana shunday holatda va buni davomida tovuq katak. Bular ham uyning egasining talablaridan kelib chiqib qilganmiz. Tovuq katak va bu tomonda 4 ta 5 ta qo'y sig'adigan qo'yxonamiz ham bor. Mana shunday holatda bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda mana orqa tomonda uyimizning ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh, endi qolgan xonalarga ham kirib chiqamiz. Hovlimizga o'tdik, asosiy hovliga va uyga kiradigan bo'lsak, to'g'ri kiradigan bo'lsak, mana bu yerga kirdik. Mana kattagina hol bo'lyapti. Mana uzunasiga, eniga kattagina hol. Bu yerda o'zlari o'tirganda uy egalari televizor ko'rib dam oladigan xonamiz bo'ladi. Agar mehmonlar kelganda mana bu yer to'g'ri bitta pardachasi bo'ladi. Shunda yopiladi parda yoki eshik qo'ysa ham bo'ladi bemalol, hech qanaqa muammo yo'q. Eshik qo'yib mana bu yerga stol qo'yib joylashtirsa, mehmonlar uchun ham kattagina xizmat qiladigan joy bo'ladi. Umumiy hisobda mana shunday kattagina mana hol bo'lyapti. Bu tomonda mana hovlilarimizning ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Va buning davomida bu yoq mana program tagidan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, endi mana birinchi eshigimiz o'ng tomonda bitta bolalar xonasi. Mana yondagi yo'lak tomonga o'tadigan deraza ko'rinadigan tomonamiz derazasi ham bor. Mana bunday katta ixchamgina bitta xona bo'lyapti. Buning davomida bu tomonda mana chap tomonimizda sanuzil qismlarimiz, ya'ni hozir koridorda turibmiz. Mana bundan kiradigan bo'lsak, mana bitta rakovina, yuvinish xonacha bo'ladi kirganda. Ya'ni hojatxonadan chiqqanda hammomga kirib o'tirmasdan to'g'ri shu yerdan qo'l yuvib chiqib ketaversa bo'ladi. Shuning uchun bu yerga qoldirib ketganmiz va saqol olishlik uchun, u narsalar uchun bemalol qilsa bo'ladi. Va bu tomonda bunda hammomimiz mana kattagina. Mana shunday razmerda hammomimiz bo'lyapti va buning yonida hojatxonamiz bo'lyapti. Uy ichidagi mana ixchamgina mana shunday hojatxonamiz bo'ladi. Va bu tomonda ikkita mana yonma-yon qarama-qarshi turgan ikkita xonamiz bo'lyapti. To'g'riga bu tomonga qaraydigan bo'lsak, bitta yana yotoqxonamiz yoki bolalar xonasi yoki ota-onalar yotoqxonasi, ikkalasiga ham bemalol bo'ladigan xonamiz. Orqa tomonga qaragan derazasi bo'lyapti. Va buni qarama-qarshisida yana bitta xonamiz, bu ham xuddi shunday mana yotoqxona sifatida bemalol ishlatsa bo'ladigan xonamiz bo'lyapti. Mana bu yerlarga garderobni qilsa ham bo'ladi bemalol. Umumiy hisobda mana shunday. Endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tomlarini olamiz va yuqoridan ko'rsatib o'taman 3D plan shaklini. Xo'sh, mana yuqoridan ko'rinishi общий uchastkamiz. Hozir bir boshdan ko'rsatib o'tay. Kimga kerak bo'lsa bemalol skrinshot qilib olsalaring o'zlaring uchun kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu tomondan endi tushuntiradigan bo'lsak, mana darvozaxonamiz, mashina turadigan joyimiz. To'g'ri o'tib ketadigan bo'lsak, orqa tomonga o'tib ketamiz. Va undan oldin mana bu yerda mana oshxonamiz, hovlidan kiradigan joyimiz va mana eshikdan to'g'ri ayvonga ham chiqib ketsak bo'ladi. Va ayvonning o'zidan to'g'ri hovliga ham tushsak bo'ladi. Va bu yerda mana bu aytganimdek kattagina hol qismimiz, mehmonxonamiz. Ham oila a'zolari uchun hol, ham mehmonlar kelganda mehmonxona vazifasida o'taydi. Mana bu yerga bemalol eshik yoki parda qo'ysa ham bo'ladi. Va koridorchamiz bor, to'g'ri o'tib ketadigan. Bu pergorodkalarimiz gipsokartondan qilinadi. Ham arzon tushadi, ham tez bitadi ishlar. Yoki ehtiyojga qarab yarim bo'sh qilib qishdan tersa ham bo'ladi. Xo'sh, yo'lak orqali o'ng tomonimizda mana bitta bolalar xonasi bu tomonga qaragan va buni qarama-qarshida sanuzil qismlarimiz. Mana bu yuvinish xonamiz, to'g'risida hojatxona, chap tomonda hammomimiz bo'lyapti va oxirida ikkita yana xonamiz. Bittasi mana bolalar xonasi bo'lsa, bittasi ota-onalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda shunday bo'lyapti. Va tagi podval bo'ladi. Shu ikkita xonaning tagi podval bo'lyapti. Va bu yoqda mana yana bitta yashil zonamiz va undan keyin mana qo'yxona, tovuq katak, yemishxona va bitta hojatxonani ham mana shunday joylashtirib ketganmiz. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar yoki buyurtmalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Telegram nomerimni mana bu yerga video ostida qoldirib o'taman.